ko'pchilik mijozlarimizga yoqayotgan kvadraturadagi kvartiramizni ko'rsataman do'stlar. Bu kvartiramiz sotilgan, egasi uje remontga ustalarni tashlagan. Mana uje remontlari ham tayyor holatda bo'lyapti. Bu kvartiramizni yana telefon qilib so'rab o'tirmanglar. Prosta planirovkani ko'ringlar degan maqsadda obzor qilyapmiz. Imенно mana shu kvartiralardan bizda 15-16 etajlarda mavjud. Bemalol telefon qilib so'rayverishingiz mumkin. Boshlanish to'lovini oxirida tushuntirib o'taman. Bu uyimizning oshxonasi do'stlar. Ko'pchiligi yoqayotgan bu kvartiramizni asosiy sabablaridan biri kvadraturasi katta, xonalari katta-katta tushgan. Bu yoq tarafimiz umumiy sanuzeli, bitta vanna olib kelasizlar, unitaz qo'yasizlar, chotki bo'ladi. Endi bu yoq tarafimiz spalni do'stlar. Kattagina, kengina, bemalol shkop, spalni yana nimadirlar qo'ysanglar bo'ladi. Endi zalimiz do'stlar, uyimizda 85% holatda topshiriladi, ya'ni korobka. Bu zalimizda bu yoq tarafda balkonimiz ham mavjud. Balkondan mana O'rizor bozorini ko'rishingiz mumkin. Bu yoq tarafda avtobus qatnovlari, bozor bor, har qanday transport qatnovlari mavjud bu yerda. Endi ko'pchilikni ko'ryapman, kommentlarga juda negativ yozyapsizlar. Kelib ko'rib guvoh bo'lmasdan o'zingizlardan o'zingizlar yozib tashamanglar. Uylarimizning narxi cho'ntak bob, sifati yaxshi uylar hisoblanadi. Bu uylarimizni boshlanish to'lovi $10,700 dan boshlanadi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar, yana kelishtirib ham beramiz do'stlar. Faqat 15-16 etajdagilar $10,500-1700 dan boshlanadi. 15-etaj qimmatroq bo'lishi mumkin. 16-etaj arzonroq yuradi, chunki 16-etajdan narxi singan bo'ladi. Lekin farqi yo'q. 15 dan olasizmi, 16 dan olasizmi, bitta liftda chiqib tushasiz. Kvadratura kattaligiga boshqa kvartiralardan ko'ra bunda ko'proq yutasiz. Remont qilsangiz ham ertaga maza qilib yashasa bo'ladigan kvartira bo'ladi. Qo'g'irchoqdek. Mana shu manzaraga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz. Aytgancha, Telegram kanalim bor. Mana yozib qo'yaman, hozir men bu yoqqa o'tib olay. Telegram kanalim bor, yaxshi ko'rinyaptimi? Do'stlar, Telegram kanalim bor. Mana obuna bo'linglar, arzon beraveramiz. Orada zo'r variantlar chiqyapti. Bitta pasportga xal qilib beramiz. Oylik to'lovi 6,400,000 so'mdan chiqadi. Boshlang'ich $10,700 dan boshlanadi. O'tib beramiz ad dushi. Pastda nomerlar bor, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kuzatib turganlar bo'lsa, yoqayotganlar bo'lsa, kommentda fikrlarni yozib qoldiringlar va like ham ayamanglar do'stlar. Like bosib qo'ysanglar, bizani qo'llab-quvvatlagan bo'lasizlar. Hammangizga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'lasizlar.